Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizga nafaqat pensiya ta'minoti tizimida, balki butun hayotingizda hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin bo'lgan juda muhim ma'lumotlarni yetkazish uchun shu yerda turibman. Sizning e'tiboringizni maksimal darajada jalb qilmoqchiman. Chunki hozir aytiladigan har bir so'z minglab, balki 10 minglab insonlarning kelajakdagi farovonligini belgilab berishi mumkin. Agar siz 20gacha uchta muhim ma'lumotnomani olmasangiz, nafaqangizning yillarini, hatto 10 yillarni yo'qotishingiz mumkin. Bu shunchaki ogohlantirish emas. Bu real xavf va uni jiddiy qabul qilishingizni so'rayman. Kimdir bu masalani e'tiborsiz qoldirsa, afsuski, ertaga juda qattiq afsuslanishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Har bir so'zni tushunishga harakat qiling va hozirning o'zidayoq kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Bu ma'lumotlar ko'proq odamlarga yetib borish uchun juda muhimdir. Muammoning asosiy mohiyati, xo'sh, muammo nimada va nega aynan irmay sanasi bu qadar hal qiluvchi ahamiyatga ega? Keling, avval qanday bo'lganini va hozir nima o'zgarganini tushuntirib beray. Avvallari, ayniqsa Sovet davrida va mustaqillikning dastlabki yillarida pensiya tizimi qog'oz hujjatlarga birinchi navbatda mehnat daftarchasiga asoslangan edi. Siz ishga kirganingizda mehnat daftarchangizga tegishli yozuv kiritilar, korxonaning muhr bosilar edi. Ishdan bo'shatganingizda ham xuddi shunday tartib amal qilar edi. Pensiyaga chiqish vaqti kelganida pensiya jamg'armasi xodimlari sizning mehnat daftarchangizni ko'rib chiqib, undagi barcha yozuvlarni, muddatlarni, korxona nomlarini diqqat bilan tekshirib chiqishar edi. Ish haqi hisob kitoblari ham asosan korxonadan olingan ma'lumotnomalar asosida amalga oshirilar edi. O'sha paytda bu tizim nisbatan oddiy va tushunarli edi. Garchi ba'zan arxivlardan hujjatlar topish zarurati paydo bo'lsa-da, bu jarayon unchalik qiyin emas edi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Bugungi kunda O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotga o'tish, davlat xizmatlarini raqamlashtirish jarayoni jadal kechmoqda. Jumladan, pensiya tizimi ham to'liq raqamli platformaga o'tmoqda. Bu degani, endilikda sizning barcha mehnat stajingiz, ish haqi ma'lumotlaringiz elektron bazalarda saqlanishi va qayta ishlanishi kerak. Bu juda qulay va shaffof tizim bo'lishi kutilmoqda. Biroq bu raqamlashtirish jarayonida bir muhim jihat e'tibordan chetda qolishi mumkin. O'tmishdagi, ya'ni 2005-2010 yillardan avvalgi davrdagi ma'lumotlar. Ko'pchilikning mehnat daftarchalarida o'sha yillardagi yozuvlar mavjud. Lekin bu ma'lumotlar elektron bazaga avtomatik tarzda kiritilmagan. Nega bunday bo'ldi? Chunki u davrda hali yagona elektron tizim mavjud emas edi. Korxonalar ma'lumotlarni qog'ozda yuritgan, ba'zilari esa hatto tartibsiz yuritgan. Keyinchalik ko'plab korxonalar tugatilib ketdi, arxivlari yo'qoldi yoki boshqa tashkilotlarga o'tkazildi. Ammo bu ma'lumotlar to'liq raqamlashtirilgani yo'q. Pensiya jamg'armasi sizning nafaqangizni hisoblayotganda avvalambor elektron bazadagi ma'lumotlarga tayanadi. Agar sizning stajingizning bir qismi, masalan 1990 yillardan 2010 yillarning o'rtalariga qadar bo'lgan davr raqamli tizimda aks etmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasi ushbu davrni sizning mehnat stajingizga kiritmasligi mumkin. Bu esa to'g'ridan to'g'ri sizning nafaqangiz miqdori va hatto pensiyaga chiqish yoshingizga ta'sir qiladi. Mana shu yerda irmay sanasi muhim bo'lib keladi. Hukumat ma'lumotlarni raqamlashtirish va pensiya jamg'armasi tizimini yangilash bo'yicha katta ish olib bormoqda. Shu boisizki, qog'oz shaklidagi ma'lumotlarni tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ish va ularni raqamli bazaga kiritish uchun ma'lum bir muddat belgilangan. Agar siz ushbu muddatgacha o'zining eski mehnat davrlaringizni tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etmasangiz, keyinchalik bu jarayon juda murakkablashishi, hatto imkonsiz bo'lib qolishi mumkin. Chunki arxivlar yo'qolishi, qonunchilik o'zgarishi yoki ma'lumotlarni qidirish uchun qo'shimcha resurslar ajratilmay qolishi ehtimoli bor. Endi esa qaysi uchta ma'lumotnoma hayotiy ahamiyatga ega ekanligini batafsil ko'rib chiqaylik. Biring, ma'lumotnoma. Mehnat staji to'g'risida bu ma'lumotnoma sizning butun mehnat faoliyatingiz davomida qaysi tashkilotlarda, qaysi lavozimlarda ishlaganingizni, ishga kirgan va bo'shagan sanalaringizni aniq ko'rsatuvchi hujjatdir. Pensiya miqdorini hisoblashda, shuningdek pensiyaga chiqish uchun talab qilinadigan minimal stajni aniqlashda mehnat staji hal qiluvchi ahamiyatga ega. Raqamlashtirilgan tizimda sizning mehnat stajingiz asosan so'nggi yillardagi ish joyingiz tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar yoki yagona mehnat reyestriga kiritilgan ma'lumotlar asosida shakllanadi. Biroq
Yuqorida aytib o'tganimdek, 2000 yillarning o'rtalaridan avvalgi davrlardagi ma'lumotlar ko'pincha bu bazalarda aks etmaydi. Kimlar ayniqsa xavotir olishi kerak. Tugatilgan yoki qayta tashkil etilgan korxonalarda ishlagan shaxslar. Mehnat daftarchasi yozuvlari noto'g'ri, xato yoki o'chirilgan bo'lganlar. Ish haqi konvertda berilgan yoki rasmiy ro'yxatdan o'tmagan davrlari bo'lgan shaxslar. Boshqa sobiq ittifoq respublikalarida yoki xorijda ishlaganlar. Keling, bir nechta real misollar bilan ko'rib chiqaylik. Bir misol tugatilgan korxona. Ahmad Akajon 1990 yillarda Istiqbol nomli yirik zavodda to'qar bo'lib ishlagan. U yerda u 15 yil ishlagan. Keyinchalik 2005 yilda zavod iqtisodiy qiyinchiliklar tufayli tugatilib, uning o'rnida boshqa bir xususiy korxona paydo bo'lgan. Ahmad Akajonning mehnat daftarchasida bu 15 yillik staji yozilgan. Ammo zavod tugatilganligi sababli uning ma'lumotlari elektron bazaga o'tmagan. Pensiya jamg'armasi xodimlari undan bu davrni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini talab qilishdi. Agar Ahmad Akajon 20 oygacha bu ma'lumotnomani olmasa, zavod arxivlari yo'q bo'lib ketishi yoki ularni topish juda qiyinlashishi mumkin. Natijada uning 15 yillik qimmatli staji pensiya jamg'armasi tomonidan tan olinmaydi. Bu esa uning pensiyasining miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi va ehtimol pensiyaga chiqish yoshini ham bir necha yilga kechiktiradi. Chunki u minimal staj talabiga javob bermay qolishi mumkin. Bu shunchaki 15 yilning yo'qolishi emas, bu har oy olinadigan pensiya miqdorining kamayishi va uzoq muddatli moliyaviy yo'qotish demakdir. Ikki misol: migrant ishchi va boshqa respublikalardagi staj. Gulnora opa 2000 yillarning boshida, taxminan 2000 yildan 2002 yilgacha Qozog'istonda qurilish sohasida ishlagan. Uning u yerdagi mehnat daftarchasida yozuvlar bor va u Qozog'iston fuqarolik pasportiga ega bo'lmagan holda ishlagan. Hozir u O'zbekistonda yashaydi va pensiyaga chiqish arafasida. Uning Qozog'istondagi staji O'zbekistondagi pensiya jamg'armasi tizimida avtomatik aks etmaydi. Unga Qozog'istondagi ish beruvchisidan yoki tegishli arxivdan mehnat staji haqida ma'lumotnoma kerak. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida pensiya ta'minoti bo'yicha shartnomalar mavjud, lekin bu shartnomalar ham ma'lumotlarni tasdiqlovchi hujjatlarni talab qiladi. Agar Gulnora opa 20 oygacha bu ma'lumotnomani olmasa, o'sha davlatning arxiv qonunlari o'zgarishi, ma'lumotlar yo'qolishi yoki ularni olish uchun qo'shimcha murakkab byurokratik jarayonlardan o'tish kerak bo'ladi. Har bir o'tgan kun bu jarayonni qiyinlashtiradi. Bunday holatda uning 2 yillik staji umuman inobatga olinmasligi mumkin. Bu esa uning pensiyasini kamida chorak qismiga qisqartirishi va pensiyaga chiqishini kechiktirishi mumkin. Uch misol: yakka tartibdagi tadbirkor yoki g'alla dalasida ishlagan dehqonlar. Temur aka 1995 yildan 2005 yilgacha yakka tartibdagi tadbirkor sifatida kichik do'kon ochib faoliyat yuritgan. U barcha soliqlarini o'z vaqtida to'lagan. Uning staji soliq to'lovlari asosida hisoblanishi kerak. Lekin pensiya jamg'armasi bazasida uning ba'zi davrlar uchun soliq to'lovlari to'g'ri aks etmaganini aniqlagan. Pensiya jamg'armasi undan soliq inspeksiyasidan yoki banklardan to'lovlar haqida tasdiqlovchi ma'lumotnoma talab qilmoqda. Agar u 20 oygacha bu hujjatlarni taqdim etmasa, uning tadbirkorlik davridagi staji inobatga olinmasligi mumkin. Chunki soliq bazasidagi xatolar tuzatilmay qolishi xavfi bor. Xuddi shunday kolxozlarda, sovxozlarda yoki shaxsiy tomorqalarida qishloq xo'jaligida ishlagan fuqarolar ham. Agar ularning staji kolxoz raisining yoki qishloq kengashining ma'lumotnomalari bilan tasdiqlanmagan bo'lsa, ushbu davrlar pensiya jamg'armasi bazasida aks etmay qoladi. Ularga ham o'sha davrdagi qishloq fuqarolar yig'inlaridan yoki arxivlardan tegishli ma'lumotnomalar olish talab etiladi. 10 yillik tadbirkorlik stajining yo'qolishi katta moliyaviy zararga olib kelishi mumkin. 2 ma'lumotnoma. Ish haqi to'g'risida pensiya miqdori nafaqat mehnat stajiga, balki ishlagan davrdagi ish haqi miqdoriga ham bog'liq. Qonunchilikka ko'ra, pensiya miqdori nafaqaga chiqishdan avvalgi oxirgi 10 yil yoki istalgan 5 yillik uzluksiz mehnat faoliyati davridagi o'rtacha oylik ish haqi asosida hisoblanadi. Bunda eng yuqori ish haqi olingan davrlar tanlab olinadi. Biroq ish haqi ma'lumotlari ham ko'pincha elektron bazalarda to'liq aks etmaydi. Ayniqsa 2005 yildan avvalgi davrlar uchun. Agar sizda bu davrlarda yuqori ish haqi bo'lgan bo'lsa-yu, lekin buni tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, pensiya jamg'armasi bu davrlar uchun minimal ish haqini yoki o'rtacha ish haqini qabul qilishi mumkin.
Bu esa sizning pensiyangiz miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi. Kimlar ayniqsa xavotir olishi kerak? 60 da yuqori maosh olgan, ammo korxonasi tugatilgan yoki qayta tashkil etilgan shaxslar, ish haqi konvertda berilgan yoki rasmiy maosh hujjatlarida aks etmagan davrlar bo'lganlar, mehnat daftarchasida ish haqi haqida ma'lumotlar mavjud bo'lmagan yoki to'liq bo'lmagan shaxslar. Keling bir nechta real misollar bilan ko'rib chiqaylik. 21 misol. 60 dagi yuqori maosh. Dilorom opa 1990 yillarda yirik savdo tashkilotida katta hisobchi bo'lib ishlagan. O'sha paytda uning maoshi boshqa o'rtacha maoshlardan ancha yuqori bo'lgan. U yerda 10 yilga yaqin ishlagan. Ammo 2000 yillarning boshida bu tashkilot yopilib, faoliyatini tugatgan. Pensiya jamg'armasi uning nafaqasini hisoblashda eng yuqori maosh olgan 5 yilni inobatga oladi. Agar Dilorom opa o'sha yillardagi maoshlari haqida arxiv ma'lumotnomasini olmasa, uning pensiyasi hisob kitobi hozirgi o'rtacha ko'rsatkichlar yoki minimal ish haqi asosida amalga oshiriladi. Bu esa uning nafaqasining miqdorini kamida o'tib kartin foizga kamaytirishi mumkin. 20 gacha bu ma'lumotnomani olmasa, keyinchalik bu arxiv ma'lumotlar to'liq yo'q bo'lib ketishi va uni topish imkonsiz bo'lishi ehtimoli bor. Bir marta yo'qotilgan pensiya miqdorini qayta tiklash juda qiyin, deyarli imkonsiz vazifa. Ikki misol: rasmiy va norasmiy ish haqi. Valijon aka 2000 yillarning boshida kichik ishlab chiqarish korxonasida ishlagan. O'sha yerda uning maoshining bir qismi rasman ko'rsatilgan, qolgan qismi esa konvertda berilgan. Rasmiy maosh juda past bo'lgan. Hozir Valijon aka pensiyaga chiqish arafasida. Uning pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlarida o'sha davrdagi rasmiy past maoshlar aks etgan. Uning pensiyasi hisob kitobida ushbu davrdagi maoshlar past aks etmoqda. Bu esa uning umuman nafaqasini kamaytirmoqda. U o'sha korxonadan agar mavjud bo'lsa yoki bankdagi hisob kitoblardan agar pul o'tkazilgan bo'lsa, haqiqiy maosh haqida ma'lumotnoma olishi kerak. Agar u bu hujjatlarni 20 gacha olmasa, keyinchalik bu ma'lumotlarni tasdiqlash uchun hech qanday imkoniyat qolmasligi mumkin. Bu esa uning pensiyasi har oyda 100 minglab so'mga kamayishiga sabab bo'ladi. Ochi ma'lumotnoma, imtiyozli staj yoki maxsus mehnat sharoitlari to'g'risida ba'zi kasblar va ish sharoitlari qonunchilikda maxsus imtiyozlarni, masalan, muddatidan oldin pensiyaga chiqish huquqini yoki pensiya miqdoriga koeffitsiyentlar qo'llashni nazarda tutadi. Bunday imtiyozlarga zararli ishlab chiqarishda, yer ostida, issiq sexlarda ishlaganlar, shifokorlar, o'qituvchilar, ba'zi harbiy xizmatchilar va boshqalar ega bo'lishlari mumkin. Agar siz shunday toifadagi ishchilardan bo'lsangiz, bu ma'lumotnoma siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Raqamli tizim bu imtiyozlarni avtomatik tarzda aniqlay olmaydi. Chunki bunga maxsus tasdiqlovchi hujjatlar kerak. Kimlar ayniqsa xavotir olish kerak? Zararli va og'ir mehnat sharoitlarida ishlagan shaxslar, yer ostida ochiq konlarda, issiq sexlarda kimyoviy moddalar bilan ishlaganlar, tibbiyot xodimlari, o'qituvchilar, ayniqsa qishloq joylarida ishlaganlar, ko'p bolali onalar yoki nogiron farzandlarni tarbiyalayotgan onalar, ular uchun ham staj bo'yicha imtiyozlar mavjud. Keling, bir nechta real misollar bilan ko'rib chiqaylik. Misol: zararli ish sharoitlari. Botir aka 1995 yildan 2015 yilgacha kimyo zavodida bevosita zaharli moddalar bilan bog'liq bo'lgan sexda operator bo'lib ishlagan. Qonunchilikka ko'ra bunday ish sharoitlari unga muddatidan oldin, ya'ni umumiy belgilangan yoshdan 5-10 yil avval pensiyaga chiqish huquqini beradi. Ammo zavodda qaysi davrda va qanday sharoitda ishlagani haqida aniq ma'lumotnoma yo'q. Uning mehnat daftarchasida faqat lavozimi va ish staji yozilgan. Zararli sharoitlar degan yozuv yo'q. Agar Botir aka 20 gacha o'sha zavodning arxivlaridan yoki zavodning huquqiy vorisidan ish sharoitlari to'g'risidagi ma'lumotnomani olmasa, uning imtiyozi inobatga olinmasligi va u standart yoshda pensiyaga chiqishi kerak bo'ladi. Bu esa unga kamida 5 yillik pensiya daromadini yo'qotishiga olib keladi. Bu juda katta yo'qotishdir. Chunki bu bir necha yillik moliyaviy barqarorlikdan mahrum bo'lish demakdir. Ikki misol: qishloq joyidagi o'qituvchi. Shahnoza opa 1938 yildan 2011 yilgacha Qashqadaryo viloyatining Chekka qishlog'ida joylashgan umumta'lim maktabida boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib ishlagan qonunchilikka ko'ra. Qishloqdagi shifokorlar va o'qituvchilarga ko'p yillik xizmat uchun ma'lum miqdorda ustama beriladi va staj koeffitsiyenti qo'llanilishi mumkin. Bu ularning pensiya miqdoriga ijobiy ta'sir qiladi. Lekin uning hujjatlarida ish joyining qishloq ekanligi yoki chekka joy degan aniq yozuv yo'q.
uning mehnat daftarchasida faqat maktab nomi yozilgan. Shahnoza opaga xalq ta'limi vazirligi yoki mahalliy hokimiyatdan o'sha davrdagi ish joyining maqomi haqida, ya'ni maktabning qishloq hududida joylashganligi haqida ma'lumotnoma olish kerak. Agar u buni 20 oygacha tasdiqlovchi hujjatlar bilan olmasa, uning imtiyozi inobatga olinmasligi va pensiyasi kamroq hisoblanishi mumkin. Bu ham har oylik pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qiladi. Istisnolar, tuzoqlar va noan'anaviy nuanslar endi esa ushbu jarayondagi ba'zi istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va noan'anaviy jihatlar haqida so'z yuritay. Kimlar juda ko'p xavotir olmasligi kerak? Asosan 2010 yildan keyin mehnat faoliyatini boshlagan fuqarolar. Chunki bu davrdan keyin mehnat staji va ish haqi ma'lumotlari raqamli tizimda doimiy ravishda qayd etilib borilgan. Yoki butun umri davomida doimiy ravishda yirik davlat korxonalarida ishlaganlar, ularning arxivlari odatda yaxshi saqlangan bo'ladi. Ammo shunga qaramay, ularga ham o'z ma'lumotlarini pensiya jamg'armasi saytida uz orqali tekshirib ko'rishni tavsiya qilaman. Kichik xatoliklar ham katta moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Tuzoq 1. Tugatilgan korxonalarning arxivlari. Agar siz ishlagan korxona tugatilgan bo'lsa va uning vorisi bo'lmasa, ma'lumotnomalarni olish juda qiyinlashadi. Bu holatda sizning birinchi qadamingiz viloyat yoki shahar davlat arxiviga murojaat qilish bo'lishi kerak. Ba'zi korxonalar tugatilishidan oldin o'z arxivlarini davlat arxiviga topshirishgan. Davlat arxivining ma'lumotlar bazasida sizning korxonangiz haqida ma'lumot mavjud bo'lishi mumkin. Agar davlat arxivida ham topilmasa, mahalliy hokimiyatga murojaat qilish kerak. Chunki ba'zi hujjatlar tuman, shahar hokimliklari arxivida saqlanishi mumkin. Eng yomon holatda, agar arxiv ma'lumotlari umuman topilmasa, siz sudga murojaat qilishga majbur bo'lasiz. Sud orqali guvohlar ko'rsatmalari asosida stajni tasdiqlash mumkin. Ammo bu jarayon juda uzoq va qiyin, shuningdek 20 oydan keyin bu yanada mushkullashadi. Hozirda bu jarayon nisbatan tezroq amalga oshishi mumkin. Chunki pensiya jamg'armasi ushbu muddatga qadar maksimal darajada ma'lumotlarni yig'ishga harakat qilmoqda. Tuzoq 2. Xorijiy mehnat staji. Boshqa davlatlarda ishlaganlar uchun bu jarayon yanada murakkab. Agar siz sobiq ittifoq respublikalarida ishlagan bo'lsangiz, O'zbekistonning bu davlatlar bilan pensiya ta'minoti bo'yicha shartnomalari mavjudligini tekshirish kerak. Shunga qaramay, sizga u yerda mehnat staji va ish haqi to'g'risida asl ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Bu ma'lumotnomani apostil tasdiqlash muhri bilan tasdiqlash va o'zbek tiliga notariat tarzida tarjima qildirishingiz kerak bo'ladi. Apostil olish ham, tarjima qildirish ham ma'lum vaqt va mablag' talab qiladi. 20 oygacha bu jarayonlarni boshlash, hatto hujjatlarni yig'ishga ulgurmasangiz ham sizga kelajakda yo'l ochishi mumkin. Aks holda 20 oydan keyin xorijiy hujjatlarni qabul qilish tartibi yanada qattiqlashishi yoki qabul qilinmay qolishi xavfi mavjud. Tuzoq 3. Mavjud hujjatlardagi xatolar. Mehnat daftarchangizda o'chirilgan joylar, noto'g'ri yozuvlar, muhri tushunarsiz joylar yoki umuman muhr bo'lmagan davrlar bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda familiya, ism yoki otasining ismida xatolar ham uchraydi. Pensiya jamg'armasi bunday daftarchadagi yozuvlarni shubha ostiga olishi mumkin. Bunday holatlarda sizga qo'shimcha tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlari nusxalari, shaxsiy varaqalar, ish haqi to'lov varaqalari yoki korxonadan rasmiy ma'lumotnoma kerak bo'ladi. 20 oygacha bu xatolarni tuzatish uchun murojaat qilmasangiz, keyinchalik bu davrlar pensiya jamg'armasi tomonidan tan olinmasligi mumkin. Niyaz 20 oy sanasining ahamiyati. Bu sananing aniq qonunchilik hujjatida belgilanganligi yoki pensiya jamg'armasining ishkil tartibidan kelib chiqqanligi muhim emas. Asosiy narsa shundaki, bu raqamlashtirish jarayonini yakunlash va eski arxiv ma'lumotlarini elektron bazaga kiritish uchun faqat oxirgi muddat hisoblanadi. Shu muddatga qadar barcha eskirgan ma'lumotlar to'planishi va tizimga kiritilishi kerak. Undan keyin tizim to'liq yangi qoidalar asosida ishlay boshlaydi va eski ma'lumotlarni qo'shish yoki ularni tekshirish imkoniyatlari keskin kamayadi. Bu xuddi avtobusning oxirgi reysi kabi. Agar ulgurmasangiz, keyingi avtobus qachon kelishi noma'lum. Nyans, pensiya yillarini yo'qotish degani nimani anglatadi? Bu nafaqat sizning mehnat stajingizdan bir necha yilning chiqib ketishini bildiradi. Bu shuningdek muddatidan oldin pensiya chiqish huquqini yo'qotish. Agar siz imtiyozli staj ega bo'lsangiz, lekin uni tasdiqlay olmasangiz, belgilangan standart yoshga yetgunga qadar ishlashingizga to'g'ri keladi.
Bu esa sizning sog'lig'ingizga, farovonligingizga va hayot sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Minimal talab qilingan mehnat stajini to'play olmaslik. Agar siz pensiyaga chiqish uchun yetarli stajga ega bo'lmasangiz, sizga umuman pensiya tayinlanmasligi yoki faqat minimal ijtimoiy nafaqa tayinlanishi mumkin. Bu esa moliyaviy jihatdan juda og'ir ahvolga solib qo'yadi. Pensiya miqdorining kamayishi. Har bir yo'qotilgan yil yoki tasdiqlanmagan yuqori ish haqi pensiya miqdorining kamayishiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida sizning hayot darajangizga, dori-darmon xarajatlaringizni qoplashga, kommunal to'lovlarni to'lashga va oziq-ovqat xarid qilishga bo'lgan imkoniyatlaringizga ta'sir qiladi. Bu shunchaki bir martalik yo'qotish emas, bu har oy pensiyada bo'lganingizning butun davri davomida yo'qotishdir. Amaliy maslahat. Nima qilish kerak? Endi esa eng muhimiga o'tamiz. Amaliy qadamlar. Nima qilishingiz kerak? Qayerga borishingiz kerak? Qanday hujjatlarni yig'ishingiz va nimani yozishingiz kerak? Ilk qadam, mavjud hujjatlaringizni tekshiring. Birinchi navbatda. O'zingizning barcha mavjud hujjatlaringizni diqqat bilan ko'rib chiqing. Bularga quyidagilar kiradi. Mehnat daftarchangiz. Undagi har bir yozuvni, sana va muhri borligini tekshiring. O'chirilgan, yirtilgan yoki tushunarsiz yozuvlar bormi? Barcha korxonalar nomlari aniq yozilganmi? Mehnat shartnomalari. Agar saqlangan bo'lsa, ularni ham ko'rib chiqing. Ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish to'g'risidagi buyruqlar nusxalari. Ish haqi to'lov varaqalari, bankda ish haqi o'tkazmalari haqidagi ma'lumotlar. Harbiy bilet, agar harbiy xizmatda bo'lgan bo'lsangiz. Diplomlar, guvohnomalar, agar o'qish davri staji kiritilishi kerak bo'lsa, 2 qadam. Muammoli davrlarni aniqlang. Hujjatlaringizni ko'rib chiqqaningizdan so'ng quyidagilarni aniqlang. Qaysi davrlarda ishlaganingiz haqida mehnat daftarchasida yozuv yo'q yoki yozuv tushunarsiz. Qaysi korxonalar tugatilgan yoki qayta tashkil etilgan. Ish haqingiz yuqori bo'lgan, ammo buni tasdiqlovchi hujjatlar yo'q bo'lgan davrlar bormi? Imtiyozli sharoitlarda ishlagan, ammo buni tasdiqlovchi yozuv yo'q bo'lgan davrlar bormi? Familiya, ism yoki otasining ismida xatolar bormi? My.Donkog'da o'z orqali pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlaringizni tekshiring. Unda sizning mehnat stajingiz va ish haqi ma'lumotlaringiz qanday aks etganini ko'ring. Agar u yerdagi ma'lumotlar sizning qog'oz hujjatlaringizga mos kelmasa, ayniqsa 2005 yilgacha bo'lgan davrlar uchun, demak siz harakat qilishingiz kerak. 3 qadam. Kerakli ma'lumotnomalarni olish uchun murojaat qiling. Qaysi ma'lumotnoma sizga kerak bo'lsa, shunga qarab tegishli joyga murojaat qiling. Hozirgi ish joyingizning kadrlar bo'limi. Agar hozir ishlayotgan bo'lsangiz, ulardan eski davrlar uchun ham ma'lumotnoma olishingiz mumkin. Agar ular arxiv ma'lumotlarini saqlayotgan bo'lsa, tugatilgan korxonaning huquqiy vorisi, agar korxona qayta tashkil etilgan bo'lsa, uning huquqiy vorisi mavjud bo'lishi mumkin. Uning kadrlar bo'limiga yoki arxivga murojaat qiling. Davlat arxivlari, shahar yoki viloyat davlat arxivlariga murojaat qiling. U yerda siz ishlagan korxonaning arxiv hujjatlari saqlanayotgan bo'lishi mumkin. Murojaat qilayotganda korxonaning to'liq nomi, joylashgan manzili va faoliyat davrlarini aniq ko'rsating. Shuningdek, siz ishlagan davrlarni ham batafsil yozib ko'rsating. Tuman, shahar pensiya jamg'armasi bo'limi. Ba'zi hollarda pensiya jamg'armasining o'zida ham eski ma'lumotlar bazasi mavjud bo'lishi mumkin. Ular sizga qaysi arxivga murojaat qilish kerakligini ham ko'rsatishi mumkin. Soliq inspeksiyasi. Agar yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan bo'lsangiz, soliq inspeksiyasidan soliq to'lovlari haqida ma'lumotnoma oling. Banklar. Agar maoshlaringiz bank orqali o'tkazilgan bo'lsa, banklardan maosh tushumlari haqida ma'lumotnoma so'rang. Qishloq fuqarolar yig'inlari, mahalla qo'mitalari. Qishloq xo'jaligida ishlagan davrlarni tasdiqlash uchun murojaat qiling. Sog'liqni saqlash vazirligi, xalq ta'limi vazirligi. Agar siz qishloq joylarida shifokor yoki o'qituvchi bo'lib ishlagan bo'lsangiz, tegishli vazirliklar yoki ularning hududiy bo'linmalaridan ish joyining maqomi haqida ma'lumotnoma oling. 4 qadam. Ma'lumotnoma olish uchun ariza yozish. Har bir murojaat qilgan joyingizga rasmiy ariza yozishingiz kerak. Arizada quyidagilarni aniq ko'rsating. Kimdan? Sizning to'liq FIO, pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz. Kimga? Murojaat qilayotgan tashkilotning to'liq nomi va rahbari lavozimi. Arizaning sarlavhasi mehnat staji va ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma berishni so'rab yoki imtiyozli stajni tasdiqlash to'g'risida. Asosiy qismda sizning qaysi tashkilotda, qaysi davrda ishlaganingizni aniq yozing.
Sizga qaysi turdagi ma'lumotnoma kerakligini mehnat staji, ish haqi, maxsus sharoitlar ko'rsating. Misol uchun, men IO, pasport seriyasi va raqami, tug'ilgan sanam. Manzilim. Sizning tashkilotingizda korxona nomida yildan yilgacha lavozim bo'lib ishlaganman. Ushbu davrdagi mehnat stajimni va davr uchun oylik ish haqimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Ilovalar. Mehnat daftarchangiz nusxasi, pasport nusxasi va boshqa mavjud tasdiqlovchi hujjatlar nusxalari. Sana va imzo. Arzan 2 nusxada tayyorlang. Birini topshiring va ikkinchi nusxasida qabul qilib olgan shaxsning imzosi va sanasini qo'yib oling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini oladi. 5 qadam. Murojaatlarni zudlik bilan boshlang va muddatga rioya qiling. 20 ga qadar qisqa vaqt qoldi. Arxivlardan ma'lumotnoma olish bir necha kun yoki hatto bir necha hafta vaqt olishi mumkin. Shuning uchun bugun hoziroq harakatni boshlang. Bir daqiqa ham kechiktirmang. Agar siz hozir harakat qilmasangiz, ertaga bu imkoniyat butunlay yopilishi mumkin. Bu shunchaki bir qog'oz parchasi emas. Bu sizning kelajakdagi moliyaviy barqarorligingiz va qariyalik davringizdagi osudalik qarovidir. Xulosa va yakuniy ogohlantirish aziz do'stlar. Bugun sizga pensiya ta'minotingizda juda muhim rol o'ynaydigan 3 ta ma'lumotnoma haqida gapirib berdim. Bu shunchaki ogohlantirish emas, bu o'ta muhim chaqiriqdir. Esingizda bo'lsin. Mehnat staji to'g'risida, ish haqi to'g'risida va imtiyozli staj yoki maxsus mehnat sharoitlari to'g'risidagi ma'lumotnomalar sizning kelajagingizni belgilaydi. 20 oy bu shunchaki kalendardagi sana emas. Balki sizning pensiya huquqlaringizni himoya qilish uchun berilgan oxirgi imkoniyatdir. Kechiktirish nafaqangizning yillarini, ba'zan esa 10 yillarni yo'qotishga olib kelishi mumkin. Shunday ekan, hoziroq harakatni boshlang. Barcha hujjatlaringizni ko'rib chiqing va kerakli ma'lumotnomalarni olish uchun murojaat qiling. Ushbu ma'lumotlarni do'stlaringiz, yaqinlaringiz va ayniqsa keksa qarindoshlaringiz bilan baham ko'ring. Balki ular bu haqda bilishmas. Ushbu video siz uchun foydali bo'lganiga umid qilaman. O'z fikrlaringizni va bu boradagi tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham juda foydali bo'ladi. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelajakda ham siz uchun eng dolzarb va hayotiy muhim ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. O'zingizni asrang va moliyaviy kelajagingizga befarq bo'lmang. Salomat bo'ling.